Qon tahlili haqida nimalarni bilishimiz kerak? Qonning suyuq qismi plazma va quyuq qismi shakli elementlardan iborat. Qon probirkada maxsus moddalar bilan tindirilganda shakli elementlar cho'kib ikkiga ajraladi. Shunga ketgan vaqtni eritrositlar cho'kish tezligi, ruschasiga so'ya deyiladi. Me'yordagi ko'rsatkichi 2.15 bo'ladi. Cho'kmalar qancha tez ajralsa, shuncha yaxshi ko'rsatkich hisoblanadi. Agar cho'kish sekinlashib 15 dan oshsa, yallig'lanish jarayoni ketayotgan bo'lishi mumkin. Eritrosit qon asosiy shakli elementi bo'lib, qizil tanacha deyiladi. Vazifasi oziq moddalarni hujayralarga yetkazib, u yerdan qoldiq mahsulotlarni olib ketadi. Me'yordagi ko'rsatkichi 3.5. Eritrositlar ichida gemoglobin oqsili bo'lib, ularning vazifasi kislorodni o'pkadan qon tomirlariga yetkazib berish. Ushbu oqsilning kamayishi anemiya deyiladi. Gemoglobinning me'yordagi ko'rsatkichi 110 dan 160 gacha. Leykosit qonning oq tanachalari bo'lib, tanaga tushgan infeksiyalar bilan kurashadi. Shu sababli kasallanganda qondagi ko'rsatkichi ko'payib ketadi. Tahlilda 10 dan oshishi biron kasallik borligini bildiradi. Yiring o'lgan oq qon tanachalarining ko'p miqdorda yig'ilib qolishi. Shu sababdan yiring to'plangan joyda infeksiya borligini bildiradi. Leykositlarning me'yordagi ko'rsatkichi 4-10 minggacha. Trombosit, tromb, ya'ni tiqin so'zidan olingan bo'lib, teriga shikast yetib qon oqsa, trombositlar o'sha yerga yopishib qon chiqishini to'xtatib, yara hosil qilishadi. Trombosit 180 dan kam bo'lsa, yara bitishi qiyin bo'ladi. Gemofiliya kasalligida trombositlar kam ishlab chiqariladi. Trombositlarning me'yordagi ko'rsatkichi 180 dan 320 gacha.